Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz mavzusi ma'muriy huquqbuzarlik va javobgarlik deb nomlanadi. Mazkur mavzu huquqshunoslik fanining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, jamiyatda qonuniylikni ta'minlash, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish hamda davlat boshqaruvi tizimini mustahkamlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir demokratik davlatda jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jamiyat xavfsizligini ta'minlash davlatning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda ma'muriy huquq institutining o'rni nihoyatda katta. Ayniqsa, ma'muriy huquqbuzarlikning oldini olish, ularga nisbatan qonuniy choralar qo'llash va fuqarolarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bugungi mavzu orqali biz ma'muriy huquqbuzarlik tushunchasi, uning asosiy belgilari, ma'muriy javobgarlik mohiyati, ma'muriy jazoning maqsadi hamda ma'muriy jazo turlari haqida ilmiy va huquqiy asoslangan bilimlarga ega bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, avvalo ma'muriy huquqbuzarlik tushunchasining mohiyatiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Jamiyatda turli huquqbuzarliklar sodir etilishi mumkin. Ularning ayrimlari jinoyat darajasiga ega bo'lsa, ayrimlari nisbatan yengilroq bo'lib, ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Ana shunday huquqbuzarliklar ma'muriy huquqbuzarlik deb yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 10-moddasiga ko'ra, ma'muriy huquqbuzarlik qonun hujjatlariga binoan ma'muriy javobgarlikka tortish nazarda tutilgan fuqarolarning huquq va erkinliklariga, mulkka, davlat va jamoat tartibiga tajovuz qiluvchi g'ayrihuquqiy hamda aybli harakat yoki harakatsizlik hisoblanadi. Ushbu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, ma'muriy huquqbuzarlik qonunga zid bo'ladi, aybli harakat hisoblanadi, jamiyat va davlat manfaatlariga zarar yetkazadi, ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Masalan, yo'l harakati qoidalarini buzish, jamoat joyida tartibni buzish, sanitariya qoidalariga rioya qilmaslik, noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanish kabi holatlar ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi. Ma'muriy huquqbuzarliklar jinoyatdan ijtimoiy xavflilik darajasi bilan farq qiladi. Jinoyatlar jamiyat uchun yuqori xavf tug'diradi va Jinoyat kodeksi asosida jazolanadi. Ma'muriy huquqbuzarliklar esa nisbatan yengilroq huquqbuzarlik bo'lib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida ko'rib chiqiladi. Ma'muriy huquqbuzarliklarni o'rganishning asosiy maqsadi fuqarolarda qonunga hurmat hissini shakllantirish va huquqbuzarliklarning oldini olishdan iborat hisoblanadi. Endigi slaydimizda biz ma'muriy huquqbuzarliklarning belgilari haqida to'xtalib o'tamiz. Huquqshunoslik fanida ma'muriy huquqbuzarlikni boshqa huquqbuzarliklardan ajratib turuvchi bir qator yuridik belgilari mavjud. Birinchi belgisi g'ayri huquqiylik. Bu sodir etilgan harakatning amaldagi qonunchilikka zid ekanligini bildiradi. Agar harakat qonun bilan taqiqlanmagan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlik hisoblanmaydi. Masalan, yo'l harakati qoidalarini buzish yoki sanitariya talablariga rioya qilmaslik qonunga xilof hisoblanadi. Ikkinchi belgi ayblilik. Ma'muriy huquqbuzarlik faqat aybli harakat mavjud bo'lgandagina yuzaga keladi. Ayb ikki shaklda namoyon bo'ladi. Birinchisi qasddan, ikkinchisi ehtiyotsizlik oqibatida. Qasddan sodir etilgan huquqbuzarlikda shaxs o'z harakatining noqonuniy ekanligini biladi, ehtiyotsizlikda esa u oqibatini oldindan ko'ra olmaydi yoki lozim darajada e'tibor bermaydi. Aybsiz shaxs ma'muriy javobgarlikka tortilmaydi. Uchinchi belgisi ijtimoiy zarar. Ma'muriy huquqbuzarlik jamiyat manfaatlariga zarar yetkazadi yoki zarar yetkazish xavfini tug'diradi. Ushbu zarar jamiyatdagi kabi katta bo'lmasa-da, jamoat tartibiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, ekologik qoidalarni buzish,
jamoat joylarini ifloslantirish, noqonuniy reklama joylashtirish va hokazo. 4-chi belgisi javobgarlikning mavjudligi. Har qanday ma'muriy huquqbuzarlik uchun qonunda ma'muriy jazo belgilangan bo'ladi. Agar qonunda javobgarlik nazarda tutilmagan bo'lsa, qilmish ma'muriy huquqbuzarlik deb topilmaydi. Demak, javobgarlikning mavjudligi ma'muriy huquqbuzarlikning muhim belgisi hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, endi ma'muriy javobgarlik tushunchasi bilan tanishamiz. Ma'muriy javobgarlik bu ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan vakolatli davlat organlari tomonidan qonunda belgilangan ma'muriy jazo choralarini qo'llashdir. Ma'muriy javobgarlik davlat majburlov choralarining bir turi hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi huquqbuzarlarni jazolash va ularni tarbiyalash, yangi huquqbuzarliklarning oldini olishdan iborat hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlikning asosiy xususiyatlari esa quyidagilardan iborat. Qonun asosida qo'llaniladi va vakolatli organlar tomonidan amalga oshiriladi. Soddalashtirilgan tartibda ko'rib chiqiladi va profilaktik va tarbiyaviy ahamiyatga ega hisoblanadi. Masalan, yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchiga yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima qo'llanilishi ma'muriy javobgarlik hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlik jamiyatda huquqiy tartibni mustahkamlashda muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Endi ma'muriy jazo tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Ma'muriy jazo nima? Ma'muriy jazo bu ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga nisbatan davlat tomonidan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir chorasi hisoblanadi. Ma'muriy jazo faqat jazolash vositasi emas, uning asosiy maqsadi shaxsni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Ma'muriy jazoning asosiy maqsadlari: demak, huquqbuzarlarni tarbiyalash, huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolarda huquqiy ongni shakllantirishdan iborat. Ma'muriy jazo inson qadr-qimmatini kamsitish yoki jismoniy azob yetkazish maqsadida qo'llanilmaydi. U faqat qonuniylikni ta'minlash vositasi sifatida xizmat qiladi. Huquqiy davlatlarda ma'muriy jazolar adolat, insonparvarlik va qonuniylik tamoyillari asosida qo'llanilishi muhim hisoblanadi. Ma'muriy jazo turlari. Hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida bir qator ma'muriy jazo turlari belgilangan. Masalan, ogohlantirish. Ogohlantirish eng yengil ma'muriy jazo turi bo'lib, huquqbuzarga yozma shaklda beriladi. U asosan yengil huquqbuzarliklarda qo'llaniladi. Jarima. Jarima eng keng tarqalgan ma'muriy jazo turi hisoblanadi. Bunda huquqbuzar ma'lum miqdorda pul to'laydi. Masalan, yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jarima qo'llaniladi. Ma'muriy qamoq. Ma'muriy qamoq ayrim og'irroq huquqbuzarliklar uchun qo'llaniladi. Bu shaxsni ma'lum muddat jamiyatdan ajratishni nazarda tutadi. Maxsus huquqdan mahrum qilish. Shaxs muayyan huquqdan vaqtincha mahrum qilinishi mumkin. Masalan, transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish, ov qilish huquqidan mahrum qilish, musodara qilish. Bunda huquqbuzarlik sodir etishda foydalanilgan buyum yoki vositalarni davlat vositasiga olib qo'yish musodara deb ataladi. Ma'muriy chiqarib yuborish. Chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ayrim hollarda mamlakat hududidan chiqarilib yuborilishi mumkin. Ma'muriy jazolarni qo'llashda sodir etilgan huquqbuzarliklarning og'irlik darajasi, shaxsning aybi va holatlari inobatga olinadi. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzu orqali biz ma'muriy huquqbuzarlik tushunchasi, uning asosiy belgilari, ma'muriy javobgarlik mohiyati hamda ma'muriy jazo turlari haqida batafsil bilim oldik. Xulosa qilib aytganda, ma'muriy huquqbuzarlik jamiyatdagi huquqiy tartibga zarar yetkazuvchi, g'ayri-huquqiy va aybli qilmish hisoblanadi. Ushbu huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlik va ma'muriy jazolar qo'llaniladi. Ma'muriy javobgarlikning asosiy maqsadi fuqarolarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jamiyatda qonuniylikni mustahkamlashdan iborat. Har bir fuqaro qonunlarni bilishi va ularga rioya qilishi jamiyat taraqqiyoti hamda davlat barqarorligining muhim o'rni hisoblanadi.
Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.